Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Moskva-Toshkent, Toshkent-Moskva yo'nalishi bo'yicha avtobus xizmatlarimizni taklif qilamiz. Moskva shahrida ishlab yurgan hamyurtlarimiz bemalol ekranda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zingizni qiziqtirgan barcha savollarga javob olishingiz mumkin. Rossiyskiy raqamimiz +7 909 942 25 25. O'zbekistondan kelmoqchi bo'layotgan vatandoshlarimiz uchun esa 95 lik kodi bilan 678 61 11 raqamlari orqali bog'lanishingiz mumkin. O'zbekistonda Rossiyani barcha shaharlariga avtobuslarimiz qatnayapti. Bemalol qo'ng'iroq qilib bog'lansalar bo'ladi. Dokumentida muammosi bor vatandoshlarimizni ham muammosiz olib ketamiz. Sizlar ham bemalol qo'ng'iroq qilib o'zingizlarga joy yozdirishinglar mumkin. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar aziz vatandoshlar. E'tiboringlar uchun rahmat. Tanlovda adashmanglar.